Hey yo, hammaga salom, siz bilan oilaviy kanal Rezif Movies. Bugun biz yana bir ajoyib Rich Flu, ya'ni boylar grippi nomli filmni qisqacha sharhlab beramiz. Filmda pullari ko'p bo'lgan, ya'ni boy odamlar o'la boshlashadi va nima bo'lishini video davomida bilib olasiz. Popcorn va pechenyelarni oldingizga olib oling, chunki kino juda qiziqarli. Kinoni boshlashdan oldin mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Aytgancha, filmning to'liq versiyasini Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Silka opsioniyada. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Film yulduzi Laura har kuni yuzlab odamlarning yomon ssenariy g'oyalarini eshitishga majbur. Ular yomon bo'lsa ham odamlarga yoqmay qolmasligi uchun tabassum qilib bosh irg'itadi. Bir kuni bir ziyofatda sobiq eri Toni unga soxta ssenariy orqali qizi bilan ko'p vaqt o'tkazmayotganini aytadi. Laura mansabparast, Toni esa depressiyadan aziyat chekayotgan, yozishni to'xtatgan ssenariynavis va sobiq ichkilikboz. Janjal vaqtida Toni undan qizini tug'ilgan kuniga tort olgan yoki olmaganligini so'raydi. Laura "ha" deb javob beradi, lekin darrov yordamchisi Kristinadan tort olib kelishni so'raydi. Keyin Laurani raqibi Alba to'xtatadi va milliarder Snail o'z samolyoti bilan shu yerga kelganligini, ya'ni loyihasi uchun yulduz tanlayotganligini aytadi. Har ikkisi tanlanishni xohlaydi va bir-biriga kinoyali so'zlar aytadi. Qabulga kelganida jurnalistlar to'plangan bo'ladi. Laura Snailning o'g'li Sebastian bilan gaplashadi, ammo u hech nima demaydi va Laurani eski soat taqqani uchun masxara qiladi. U 2 milliarderning yaqinda o'lgani va keksa erkaklarning xatti-harakatlari haqida gapirib, tasodifan Albaning tanlanganligini aytadi. Laurani ko'ngli cho'kkan bo'lsa-da, kameralar oldida jilmayadi. Keyin ziyofatga qaytadi va Sebastian hamda boshqa erkaklarning o'zini va Albaning nomini mensimay gapirganini jim eshitadi. Xonada yolg'iz qolganida Laura istamay Albani tabriklaydi va agar o'rin sotilgan bo'lsa, hech bo'lmasa bu Alba bo'lganligi yaxshi deydi. Alba ham xotinlar bu sohada omon qolish uchun birlashish kerakligini tan oladi. Shu oqshom Alba katta tomoshabinlar oldida film taqdim qilish kerak edi, lekin filmni ko'rmaganini aytadi. Laura unga yolg'on ssenariy aytadi va Alba hammani oldida sharmanda bo'ladi. Bu Laurani qasos rejasi edi. Mashina ichida Kristin Sebastianning g'azabli xabarlariga javob berayotgan bo'ladi. Laura esa aeroportda bo'lgan Toni bilan qo'ng'iroqlashadi, lekin Toni gapni tugatmasdan aloqa uziladi. Kristian yangiliklarga qaraydi. Papa vafot etgan. Bu oxirgi kunlarda 3-boy odamning o'limi. Tez orada ular aeroportga yetib borishadi va Laura Alba o'rniga Snailning samolyotiga chiqadi, lekin Kristianni olib ketishmaydi. Uchish vaqtida Laura boshqa mehmon bilan suhbatda yana bir milliarder o'lganligini eshitadi. Uning haddan tashqari oppoq tishlari Laurani cho'chitadi. Keyin Laura Toni va qizi Annaga video qo'ng'iroq qiladi. Ammo Anna ota-onasi yo'qligidan xafa va tug'ilgan kun shamlarni o'chirib ham, gapirib ham qo'ymay aloqa uziladi. Laura Tonidan ajrashish hujjatlarini imzolashni so'raydi. Bu yana janjalga olib keladi. So'ng samolyot hojatxonasida Laura qimmatbaho krem o'g'irlaydi. O'rniga qaytayotib, mehmonning tishlari yaltirab turganini ko'radi. Samolyot Alyaskaga qo'ngach, boshqalar mashinaga o'tiradi. Laura esa itlar tortayotgan aravada olib ketiladi. Telefoni olib qo'yiladi va sovuqdan himoya uchun unga mo'yna beriladi. Safar davomida erkak Lauraga Snail kompaniyasini agressiv tarzda kengaytirayotganini va yangi ishchilarga ajoyib maosh va imtiyozlar berayotgani haqida gapiradi. Qor bo'ronidan ular orqada qolgan samolyot portlaganini eshitishmaydi. Arava Laurani bir qishloqqa olib boradi. U yerda Snail yangi kelganlarni tabriklab, Alyaskadagi ilk ko'chmachilar haqida nutq so'zlaydi. U bu joyni pionerlarning mehnatini qadrlash uchun qurdirgan va bolg'a bilan ishlashni namoyish qiladi. Hammaga ichimlik taklif qilinadi va Snail zamonaviy jamiyatning zaifligi va dangasaligidan shikoyat qiladi. U boylarning yechim ekaniga ishonadi va barcha kelganlarni ijtimoiy loyihalarga bag'ishlangan yangi kompaniya bo'limiga taklif qiladi. Laura xursandlik bilan aksiyalar oladigan shartnomani imzolaydi. Keyin u chekish uchun tashqariga chiqqanida Snail bilan suhbatlashadi. Snail uni
Buckingham saroyidagi auksionga jo'natmoqchi. Iloji boricha ko'proq pul sarflashni aytadi. U Lauraga bir kitob beradi va o'qishni tayinlaydi. Ertasi kuni Laura Snaylning vertolyoti bilan Alyaskani tark etadi. Kitob orqasida boylik haqidagi iqtibosni ko'radi. Hamroh bo'lgan Mr. Yi ham kitob olgan va uni Sitsiliyaga qochqin lagerlarni tekshirishga yuborishibdi. Yi qilgan nojo'ya hazil Laurani bezovta qiladi. U samolyotda qizi Annaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, lekin u javob bermaydi. Keyin yangiliklardan Buckingham saroyiga hujum qilganligini bilib, shok holatiga tushadi. Dunyo bo'ylab milliarderlar va liderlar o'layotganligi haqidagi xabarlar tarqalgan. Ba'zilar buni terakt, ba'zilar zaharlangan hashamat buyumlari bilan bog'laydi. Plutofobiya, boylardan nafratlanish haqida gaplar chiqadi. Laura Londonga yetib kelganda ko'chalar qamrab olingan bo'ladi. Kristian uni kutib oladi va vaziyat shunchaki bo'rtirilmoqda deb aytadi. Transport harakati to'xtab qolgan. Laura o'zini va Kristianni boy qatlamga kiradimi, yo'qmi deb o'ylab qoladi. Lekin u o'zini o'rta hol deb hisoblaydi. Shu sharoitda ham Buckingham saroyida auksion o'tkaziladi. Laura bir surat uchun 2 million taklif qiladi va uni yutib oladi. Lekin shu payt Annadan qo'ng'iroq keladi. Lauraga qizi bilan gaplashish va auksionda ishtirok etishni bir vaqtning o'zida qilishga to'g'ri keladi. Telefon orqali qizi bilan gaplashayotganda Lauraga tishlari porlayotgan bir mehmon ko'rinadi. Birdan qichqiriqlar eshitiladi. Qirol o'layotgan edi. Keyingi kunlarda yangiliklar dunyo boylari o'rtasida tarqalayotgan sirli gripp haqida to'lib ketadi. Tishlarning yaltirashi kasallik belgisi ekanligi aniqlanadi. Moliyaviy faoliyat to'xtatiladi va boylar o'zlarini himoya qilishni talab qila boshlashadi. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarni yurg'azib, bir videodan hattoki $500 gacha daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 gacha daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Kristian hukumat barcha milliarderlarni bir joyga to'plab, ularni izolyatsiya qilish kerak deb hisoblaydi. Laurani onasi unga qo'ng'iroq qiladi. Anna endi Ispaniyada onasi bilan qolmoqda. Keyin Laura kompaniyaning Londondagi ofisiga boradi. Bu yerda xodimlar niqob taqib olishgan. Sebastian Snaylning Lauraga bergan lavozimidan jahli chiqadi. U xonani vayron qiladi va Laurani haqorat qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Sebastian ishdan haydalgan va Alyaskaga qochgan. Shu orada oilaviy boylikni sarflayapti. U o'z fondida kompaniya pulini o'tkazib yashab yurgan. Laura uning tishlari yaltirayotganini ko'rib tezda ketadi. Kristian hukumat favqulodda holat e'lon qilganini va barcha parvozlar bekor qilinganligi haqida xabar qiladi. Laura baribir biron yo'l topishni buyuradi. U qizi Annaning oldiga qaytmoqchi. Bino oldida askarlar norozilarni ushlab turishmoqda. Laura mashinaga o'tirib brokeriga qo'ng'iroq qiladi va aksiyalarning keskin o'sganini eshitadi. Ammo bozor yopilganligi sababli ulardan qutula olmaydi. Faqat pulni sarflashi yoki hadya qilishi mumkin. Uyiga qaytib narsalarni yig'ishni boshlaydi. Lekin tishlariga qarab vahimaga tushadi. Shu payt uyiga 3 askar kelib, unga maxsus himoya taklif qiladi. Laura ularni chalg'itib, derazadan qochib mashinasiga minib, shaharni tark etadi. Yo'lda boylarni o'ldiring degan plakatlarni ko'radi. Mashinasi yo'li to'silganidan so'ng u piyoda yurishga majbur bo'ladi. Kristian unga eskirgan xususiy samolyotdan joy topadi. Aeroportda odamlar o'rindiq uchun kurashmoqda. Bir kishi hatto ayolning kuchugini uloqtirib yuboradi. Ketishdan oldin Laura o'z boyligini Kristianga topshirmoqchi bo'ladi. Lekin u buni tushunib, hujjatga imzo chekishdan bosh tortadi. Samolyot nihoyat havoga ko'tariladi. Laura Toni bilan gaplashadi va Barselonaga 6 soatda yetib borishini aytadi. Yo'lovchilar orasida tortishuv chiqadi va kuchugni uloqtirgan erkakning tishlari ham yaltirayotgani aniqlanadi. Boshqalar uni kasallik yuqtirgan deb hisoblaydi. Unga hujum qilishadi.
Mushtlashuvda ular tasodifan samolyot eshigini ochib yuborishadi. Oxir-oqibat ikki yo'lovchi boshqalarning yordami bilan samolyotdan uloqtirib yuboriladi. Samolyotda vaziyat tinchigach, Laura telefondan yangiliklarni o'qiydi. Barcha milliarderlar karantinga olingan. Ko'plari o'z qimmatbaho boyliklarini yo'q qilishmoqda. Internetda bu kasallikni boylar grippi deb atashmoqda. Laura Ispaniyaga yetib kelgach, aeroportdan yashirincha chiqadi va Toni bilan bog'lanadi. Uni kutayotib, Snail haqida ma'lumot qidiradi va uning bedarak yo'qolganligi haqida va barcha mol-mulki yo'q qilinganligi haqida o'qiydi. Shubhalanib, Snail bergan kitobni qayta o'qib, aslida hech qanday loyiha bo'lmaganligini aniqlaydi. Snail ular orqali boyligidan qutulgan. Laura g'azabda kitobni uloqtiradi. Toni uni mashinasida olib ketadi. Yo'lda u hamma joyda boylar yo'qolayotganini va odamlar ishlashdan qo'rqayotganini tushuntiradi. Politsiya nazorat nuqtasida Laura zargarlik buyumlari va pul solingan sumkasi uchun xavotirlanadi. Toni uni tinchlantirib, sumkani yashiradi. To'satdan bir yuk mashinasi nazorat punktida urilib portlash yuz beradi va ular imkoniyatdan foydalanib qochib ketishadi. Shaharga yetib borishganida hamma joyda portlashlar va tartibsizliklar avj olgan. Toni va Laura tog'dagi kichik bir shaharchaga yetib borishadi. Laura Annani topadi. U boshqa yoshlar bilan boylarga qarshi futbolkasini kiyib kulib o'ynayapti. Laura g'azablanadi va onasi Marta bilan janjallashadi. Ammo Marta unga Anna shu tarzda omonda qolganini eslatadi. Kechki ovqat vaqtida mahalliy odamlar Laura bilan sovuq munosabatda bo'lishadi. Bir erkak uning soatini tanib, uni qadrlaydi. Biroq boshqa odamlar boylar orasidan keyin o'rta tabaqa vakillariga ham kasallikni yuqtirishni gapirishadi. Tunda Laura Toniga o'z boyligi va Kristian bilan nima qilmoqchi bo'lganligini aytadi. U hatto o'zida virus alomatlari borligidan xavotirda. Shu payt yaxshi niyatli odam ularni ogohlantirib keladi. Mahalliy odamlar uni haydashni talab qilmoqda. Oila bahslashadi. Ammo ko'p o'tmay g'azablangan olomon keladi va ular birga shahardan chiqib ketishga majbur bo'lishadi. Marta Tanzaniyada hayot kechirayotgan tanishi borligini aytadi va ular kema bilan safarga chiqishadi. Safar davomida boshqa qochayotgan kemalarni ko'rishadi. Baliq tutib va yomg'ir suvini yig'ib olib omon qolishadi. Bir kechasi ular suv ustida yordam so'rayotgan bir ayolni ko'rib qolishadi va uni kemaga olib chiqishadi. Ayolning ismi Yolin. U 6 kun davomida qolib ketgan ekan. To'satdan harbiy kema ularga yaqinlashadi. Ular Liviya sohillariga yetib kelishgan. Harbiylar hozirda mamlakat qochqinlarni qabul qilmayotganligini aytadi va ularni hibsga olishadi. Ertasiga harbiylar ularni suvga sakrashga majburlashadi. Ular norozilik bildirmoqchi bo'lishganida askarlar ularni suvga uloqtirib yuborishadi. Yolin va oila suzib qirg'oqqa yetishadi va dengizda halok bo'lgan migrantlar xotirasiga bag'ishlangan monumentni ko'rishadi. Ular atrofni o'rganib, bir qochqinlar lagerini topishadi. U yerda odamlar armiya mashinasidan oziq-ovqat olish uchun talashmoqda. Yolin olomon ichidan o'tib, ozgina taom oladi va uni oilasi bilan bo'lishadi. Keyin shifokorlar ularni tekshiradi va sog'lom ekanligini tasdiqlaydi. Oila millatlarga ko'ra ajratiladi. Yolin Afrika chodirlariga, oila esa yevropaliklar yoniga yuboriladi. Askar ularga Afrika faqat o'z fuqarolarini qabul qilayotganini va ular bu yerda qamalib qolishganligini tushuntiradi. Laura ko'plab xayriya tashkilotlariga yordam berganini aytadi. Lekin askar bu yerda pulning ahamiyati yo'qligini bildiradi. Laura lagerda yeni uchratadi. Yevropa halokatga yuz tutganini, kambag'al mamlakatlar esa omon qolayotganini aytadi. U niqobini yechganida tishlari porlayotgani ko'rinadi. O'sha kechasi Yolin va oila lagerdan qochib eski qulab tushgan inshootlarda yashirinishadi. Laura Toni bilan o'z munosabatlari haqida gaplashmoqchi bo'ladi. Biroq Toni jim turadi. Shunda Laura Toni tishlarini ko'rsatishini so'raydi va ular ham porlayotganini ko'radi. Toni Kristian imzolamagan shartnomani imzolagan va Lauraning boyligining yangi egasiga aylangan. Ular tashqariga chiqib gaplashishadi va Laura yig'laydi. Toni esa undan faqat Annani asrashni so'raydi. Shu payt ikki erkak ularning onasi Martani urib, Annani o'g'irlab ketadi. Toni va Laura qichqirayotgan Annaning ovoziga ergashib ularni quvadi. Toni kurashda jarohat oladi. Laura esa tosh bilan o'g'rilardan birini o'ldiradi va ikkinchisini ham yengib, oilasini qutqaradi. Tongda lagerga qaytishganda u butunlay vayron bo'lgan bo'ladi.
Omon qolganlar bilan birga ular katta qayiq yasab oroldan qochishadi. Bir necha kun kuchli yomg'ir ostida suzib Afrikaga yaqinlashadi, ammo patrul kemasi ularga to'qnashib cho'ktiradi. Laura suvda omon qolib Annani chaqiradi, lekin javob ola olmaydi. Oqibatda u va bir necha odam to'lqinlar bilan qirg'oqqa chiqishadi. Politsiya ularni hibsga olish uchun keladi va Laura tezda qochib, bir eski binoda qariya ayolni topadi. Ayol unga kiyim beradi va Laura endi mahalliy aholi orasida qochib yuradi. U qirg'oqqa qaytib qutqaruvchilarni topadi. Anna va Yulen tirik, ammo Marta halok bo'lgan. Toni esa bedarak yo'qolgan. Barcha qochqinlar yuk mashinasida kunlab safar qilishadi. Oxir oqibat ular yangi qurilayotgan qishloqqa yetib kelishadi. U yerda hamma shaxsiy buyumlarni umumiy foydalanuvchi uchun topshirishi kerak bo'ladi. Shunda Laura o'zining qadrli soatini ham berishga majbur bo'ladi. Endi Laura va qizlar yer haydash va jamiyatga xizmat qilishni o'rganishadi. Bir kuni Laura o'z soatini taqqan ayolni ko'rib qoladi va uni to'plagan chiroyli toshlariga almashtirishni taklif qiladi. Laura jilmayganida uning tishlari yanada oppoq porlay boshlaydi va tamom. Nafs hech qachon to'ymas ekan. Chiqargan xulosangizni albatta kommentarda yozib qoldiring. Yana o'sha gap, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bundan da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.